Barchaga salom, treyderlar. Bugun 7-iyun, shanba. Keyingi haftada bo'lishi mumkin bo'lgan harakatlarni ko'rib chiqamiz, tahlil qilamiz. Xo'p. Birinchisi dollar indeksi. Nimaga dollar indeksi? Chunki boshqa valyutalar asosan dollar indeksiga qarab harakatlanadi. Ko'rib turganimizday globalniy tushuvchi trend. Biz hech qanday trendga qarshi hozir signal ko'rmayapmiz. Bu yerda doim tushuvchi trend ko'rganingizday. Xo'p, bizning asosiy vazifamiz trend bo'ylab savdo qilish va asosiy joylarda biz signal qidirishimiz kerak. To'g'ri kelgan joyda emas. Ya'ni signal bo'lsagina mana bu zonalarda, mana bu urinlarda signal bo'lsagina kirishimiz kerak. Bu yerda signal bo'lmasa kirsangiz, ya'ni riskingiz yanada oshadi. O'zingizni modelingizni topishingiz kerak va shu model bo'yicha kirishingiz kerak trend bo'ylab, ya'ni selga. Mana shu zonalardan. Xo'p. Birinchi zona 98,800, 99,200 atrofida. Bunisi 100 narx atrofida. Ana shu eng kuchli psixologik narx. Bungacha kelmasligi mumkin. Kelsa aniq selga kirishingiz mumkin. Bayga emas. Yaqin kunlarda, yaqin keladigan keyingi haftalarda vaziyat o'zgarishi mumkin. Hozircha shunaqa ma'lumot. Xo'p, bu yerda yevro-dollar juftligi ko'rganimizday bu yerda o'suvchi global trend. Hech qanday selga men signal ko'rmayapman. Shuning uchun mana bu zonalardan biz bayga signal qidirishimiz kerak. Ya'ni sotib olishga signal qidirishimiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Mani asosan valnavoy to'lqinli tahlil bo'yicha savdo qilaman. Masalan, birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, mana bu uchinchi to'lqin ketdi. Xo'p. Kirish nuqtasi qayerda edi? Kirish nuqtasi mana bu zonani buzib o'tganda, ya'ni birinchi to'lqinning maksimumini buzsa, narx tepaga ketadi. Davom etadi. Ko'rganingizday, bu yerda keyingi holat yana ko'rsatishim mumkin. Xo'p. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Mana bu urovень edi. Mana bu oldingi urovень edi. Ko'rib turganlaringizday. Xo'p, narx keldi mana bu yerga. Kichkinaroq tayfremda ko'rsak agar, birinchi zona, birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin anchagina ketdi. Mana. Ancha ketdi. Bu qancha ketishi 100% noaniq. Lekin birinchi bizning maqsadimiz birinchi mana bu urovень bo'lishi kerak edi. Mana bu urovenьga keldi mana. Mana urovenьga keldi va korreksiya berib, yana dalishda davom etdi. Va bu yerda ham kichikroq tayfremda bu chiroyli ko'rinadi. Bu yerda ham yana keyingi signalni bizga chiroyli qilib yasab berdi. Bu o'ylaymanki juda foydali ma'lumot bo'ldi. Mana buni men tushuntirgan edim, boshqatdan tushuntiraman yana. Bu
keyingi valyuta juftligi funt dollar. Bu yerda ham xuddi shu holat. 1, 2, 3-chi to'lqin. Mana bu maksimumgacha birinchi bizning maqsadimiz. Take profit. Ko'rib turganingizdek chiroyli harakatlanyapti. Ya'ni trendga qarshi bo'lgan signallar mana 1, 2, 3-chi to'lqin. Lekin buni maslahat bermayman. Bu kamdan kam bunaqa holatlar bo'ladi. Trendga qarshi bunaqa yurib beradi. Asosan kalta yuradi. Kamgina yurib, dalish impuls bilan yana trend bo'ylab harakatlanadi. Shunga ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolaman. Xo'p, bizning mana bu zonamizga kelganda biz buy zelkani ko'rishimiz kerak. Bu keyingisi. Mana bu diapazonning pastki qismi, bu keyingi zonalar. Shu yerdan signal qidiramiz va trend bo'ylab, ya'ni buy tomon harakatlanamiz. Global trend bo'ylab. Bu yerda hech qanday, bu yerda ham bizda razvorot alomatlari yo'q. Mana bu yerda funt yena bo'lsa, bizga tushuvchi global trendni ko'rsatyapti. Shuning uchun biz doim har korreksiyadan keyin albatta biz trend bo'ylab harakatlanishimiz kerak. Bu holatda biz selga harakatlanishimiz kerak, pastga. Mana bu zonadan. Albatta boyaga aytganimday, men tushuvchi trend bo'ylab harakatlanaman. Boya aytganimday, mana birdan siz ham bu yerda foydali bo'lsin. Mana bu o'zim valnoviy analiz bo'yicha strategiyamni ozgina sizlarga bilan bo'lishaman. 1, 2, 3-chi to'lqin bu anchagina ketadi. Yana ketadi. Mana bu yerdan ketish ehtimoli bor. Mana bu yerga kelganimizda biz bir qismini yopsak edi, dalish yana ketish ehtimoli yuqori trend bo'ylab. Buni tarixda ko'rishingiz mumkin. Harakat trend ko'pincha trend bo'ylab harakatlanadi. Kam hollarda razvorot qiladi. Asosan trend bo'ylab harakatlanadi narx. Xo'p, mana bu yerda ko'rganingizdek, mana bu yerda ham birinchi to'lqin, mana bu ikkinchi to'lqin, mana bu uchinchi to'lqin. Uchinchi to'lqin, boya aytganimday, mana bu bizning birinchi maqsadimiz, ya'ni birinchi take profit mana bu edi, selimiz. Shungacha keldi mana. Ajoyib. Trend bo'ylab signal bor, chiroyli. Mana bu yerda ham mana xuddi shu signal 1, 2, 3. Bu chiroyli ketdi bu ham. Ba'zida bu yerda yo'q bo'lmasligi mumkin. Nima edi? Tail. Buni ushlayveramiz. Mana birinchi maqsadimiz mana bu edi bizning o'zi aslida. Buni o'tdi va dalishi yana o'qib dalishi tushdi. Hozircha sizga beradigan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Yana qo'shimcha boshqa paralarni analiz qilish kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Keyingi safar analiz qilishga harakat qilaman. Boshqa savollaringiz bo'lsa ham yozing. Yordam berishga harakat qilaman. Sizga yordam tegsa, men o'zimni baxtiyor his etaman. Maqsad sizlarga kurs sotish yoki sizlardan qandaydir foyda olish emas, shunchaki qiziqadigan va opit, ya'ni ozgina bo'lsa ham tajribasi bo'lgan
treyderlarga man chin qalbdan qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilaman, lekin trading bilan ishlashga targ'ib qilmayman, chunki bu oson kasb emas. Boshimdan o'tgan, shuning uchun har kimga ham, yoshlarga taklif qilmayman, targ'ib qilmayman trading bilan bog'lanishni. Bog'langanlarga yordam berishim mumkin. Xo'p, salomat bo'ling. Xayr.